Yo, salom do'stlar, assalomu alaykum. Men Farhod. Sizlar bilan vlog offer ikkinchi qismini olamiz. Agar shu videoda kim like bosmasa, xatolar bilan yana beraman. Bo'lmasam, unda o'yinni boshladik. Like bosmadingmi sen hali ham? Bosing bo'ldi menga. Lekin bu ikkinchi qism bo'lsa ham o'zi tez chiqyapti. Hech qaysi YouTuberda shunaqa tez emas. Birinchisi yomma. Qayt. Qani sekret. Yo 12 ba. 12 ba yugur. O ana. Birinchi tomonida 12 ba chiqdi. Bu safar omad kelyaptimi? Tabriklab qo'yarasa. Hop, mana bekor menga beryapti. Yo'q hali. Buni olsin yo'q. Bo'lganda bermasdinglar. Hop, endi mana shu yerda buni qochishlar sal kamaygan. Nimaga bilmayman. O'zigina o'ynadim, qotmadi va keyin chiqardim. Lamborghini. Ko'ramas. To'g'ri. Yugur. Sakramasam olib ketsam bo'lardi, lekin mayli. Hop, tezlikdan o'tishdan o'tamayapman. Mayli. Eng muhimi bir yerda o'tish emas. Menga eng muhimi sizlarning obunalar borlar. Video qiziq bo'layotgan bo'lsa like va obuna. Bu gapni har doim aytasiz, demasizlarmi? Hop, men bu easy bu Liboy kishi o'tadigan bu. Yo, mana hamma biladigan. Tegmadi-yu. Amal. Babir. Suvvoy adashdim. KFC kim edi? Men namozi. Bu hamma biladigan o'sha. Nima edi nomi? Bu men bilaman. Bu manga yo'q, adashdim. Men nimaga adashib yuraman? Reebok. Bumi? Yo'q. Men adashdim. Mashitda adashdim bo'ldi. Voy bekam. İkinci urinishda hozir aniqga tushungan. Suvvoy bu va KFC va hamma biladigan bu. Hamma yeydigan KFC. Bu esa nima edi nomi? Alimboy deb atayman. Bu va mana sura. Hamma almashtirdi bu. Hop, bu qush emas, mana bu ot. Hop, Ferrari hamma biladigan bu KFC yana mana shu yerdan o'sha oldingi videomda o'tolmayotgandim. Hop, kecha kelgandim, lekin mana shu yerda lazer deb bo'lgan. Endi bo'lsa o'zim men bu yerda kuchliroq broniro keka emas endi kerak. Hop, shuncha uzoqqa borganim yedi. Ketdi gol. Yomma pulni. Bo'lsa biz qo'llagan. Mana shuncha tezlik yetadi. Bu nima bu o'yinda? Buni hamma biladigan o'sha 3 talik bo'ladi. Yo'q, bu Uberman o'tmadim. Bittada turib Liboy kishi biladi yoshligida o'ynagan va ko'rgan. KFC adash No, okey. Ketaveram. Yana jon. Voyda. Ketdim. Bu asab o'ynab o'lib qolaveradi. Bu tezlikdan qiyin bo'lardi. Men shekilli deb yuraversam bo'larmidi ya. Nimaga ham tezlik qo'shdim a? Mana shekilli hamma biladigan. Bu. Men nima deyapman buni? Roblox. Qanaqasi bu? Bunaqa Roblox yo'q. Hop, sakra. Hop. Buni ko'pataman. Adashdi. Odam adashdi bola. Odam adash. Ana chiroyli bo'ldi. Endi biz o'tamiz bu bisaya. Bu kinolarda bo'ladigan mashina harfimizlar. Men Liboy bilan Hop, birinchi sonida Secret Talpa di Ferto. Mana olgan individu. Yomma. Qatqagana, biz bugun o'ynashimiz kerak. Oldin o'ynagan individlar kelyapti. Men shevamni tushunadi.
Hop. Ya hammasi ko'zning yana tezlik chaqirib. Men bu tezlik kerak nima tezlik. Hop, sakra. Voy endi. Bu nima ko'radi? Mana haqiqiy KFC. Bu bo'lsa bu qiyshag'ali tek islamaydi-yu. Buni hamma biladi. Bu bo'lsa alash baliqda. Bu bo'lsa любой ishni topadi, to sirayadi. Bu qadam ichadigan hayvonlarni organizada ichadigan sotasoqlar. Bu nima bo'ladi? Hop turdi. Bir marta tekrar oh my god, bo'ldi. Qolganiga bo'lsa mana ozgina tash mashina o'tolayman. Sakramadim. Bilaman. Короче, ana aytdim. Lekin o'lib qo'yadigan bo'lsam, ummat deyapti. Kelibdi. Kelyapti ham bo'ladi. Teknologiya. Biz hakkermasmiz lekin nima? O'z yurtida hop, sakradim. Hop, qiziq bo'ldi. Buni bir nechta xato qilib qo'ydim. Lekin teskari. Shuncha tashlab qo'ydim. Hop. Bilaman unutmayman. Adashdim, ko'p gidiyor. Yana adashdimmi? Yo'q. Nima bu yer paydo yo'qoldi. Odam qo'rqdim, o'lganimda o'ldi. O'lmayman bu. Bunga ham bir nechta vaqtda o'zimdan chiqib endi bu shehri bo'lsa bu bo'lsa nima endi bu buqa. To'g'ri. Endi buni hamma biladi. Nimaga sakramayman? Mana shu yerdan. Buni Şapaloq berayım mı sen de kan verirsen bu. Da şunu yapan tek var. Tek ana. No video çekeceğim yok. Sanmışlar ama. Hiç kimle tez videolar. Bir günden ki, iki günden ki, üç günden ki kutu şeyle sarpan televizyonda. Ne kadar konuşan çıktı. Ne böyle video. Tabii video. Tamam. Kaçan çıkardı videolar. Ben de bir konuşan çıktı. Çok. Bu arabalarda Lego'muz yo'qolib qoladi. YouTube'da zo'r aldingman da o'zim. Zo'r aldim. O'ldimi? Yo'q. Nega yer qayda bo'lib? Chiqmaydi. Yo'q, yaptı. Gelin mana, gelin. Cintoy. Cintoy. Wah, Cintoy. Yalama. Kim orang mı dedi? Neymiş? Mez. Kıtırım geliyor. Kıtırlama. Kim yaptı valla? Baş ne var? Kamen gözüyle topkallı zor bola topkallı. Uzun zor değil mi? Uzun zor ne diyor yani biraz? Ne biraz? Bilsek ne zor bola? Yok ki ayrı. Peki beni hak edemiyorlar. Hapşırıyorum hak edemiyorum. Hamle oluşuyorum. Okey bu olduğundan sağ yakın güzel mi? Ne var orada? Sen adamlara geldi var şu git olsun dedi. Üç oğlum dedi. Bana gel yapıyor da. Bana bakalım ya.
Ben mushukcha qilaverman. Tirnoqchangni tiqyapsan. Yema. Meni ozgina qolyapti. Mana shunday qolay. Videoni 15 minutdan ko'p qilmaslik kerak bu. 15 minutdan o'zi 9 minutdan qilib. Lekin o'zi aytmayman, o'zingizlar ko'rib keyin bilasizlar. Yoki qarab olasizlar. Kim ko'rmasdan topsa, o'sha ham zo'r. Men zo'r deb chiqaman. Men shunki bilmadim. Ey, taxtalama. Yo'q, uy. Короче. Zerikdim. Bu judayam zerikarli bo'lyapti bolalar. O'lib qolaverasan. O'lish senchu hayot emas-ku. Hayot emas, lekin o'yin. Asabiylashib mumkin emas. 10-chi zonada davay. Boramiz. Bu 2-chi zona. 3-chi zona. 4-chi zona. 5-chi zona. Va bu etma jichcha qiynalaman. 6-chi. Voy, boshqasi qilaversin endi. Mayli. Mana shu yerda videoning eng muhim joyi nimasi? Salgina ozgina vaqt o'tsin-da. Nima bo'lishini biladi. O'shani kim aytsa bildi. Hop. Voy, tatlab tashlayapsan. Yaramas. Unday qilma. Vay. Kichkintoy. Seni YouTube'ga qo'yib yuboraymi, ya? Kommentga yozinglar. Mushuklarni YouTube'ga qo'yaymi? Okay, bo'tda mol bo'ladi. Endi bu men hamma narsani biladigan zo'rman. Deymi? Uncha emas. KFC, BMW. Taqlama. Lamborghini buqa voy. Buqa joni. Ket. Ot. Hop. Endi bo'lsa biz hozir Google'ga boqishim bo'ladi. Okey, bu 10-chi zona shu yagina. Men unga keldim. Zo'r. Men ancha rosa qiynalgandim. Mayli. O'sha videoni shu xayrlashamiz sizlar bilan. Bugun shu 10-chi zonada omadsiz bo'lib qoldim. Mana endi aylanaverdim. Bu omadsiz ish bo'lib qoldi. 10-chi zonaga borgandim. 2-chi qism oxiri edi. Sizlar bilan men farhod bo'ldim va endi hammaga xayr.